Assalomu alaykum. Agar siz IELTS listeningda yuqori natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, lekin natijangiz o'smayotgan bo'lsa, bugungi video sizga yordam berishi mumkin. Balkim siz ham men qilayotgan xatolarni qilayotgandirsiz. Bugungi videomizda menga yordam berayotgan usullarni bilib olasiz. Hammaga salom, men Alisher. Project Legacy'ga xush kelibsiz. Bu kanalda siz meni ingliz tilini o'rganishimni, IELTS imtihoniga tayyorgarlik ko'rishimni va sun'iy intellekt bilan qanday samaraliroq shug'ullanayotganligimni ko'rib borasiz. Men ekspert emasman. Men siz kabi o'rganuvchi, studentman. Shu sababli men videolarimda faqat o'zim sinab ko'rgan usullarni yana ko'rsatib boraman. Unda mana bu kitoblarni hammangiz bilsangiz kerak. Bu kitoblarni men asosan test ishlash uchun ishlataman. Va meni birinchi xatomga keladigan bo'lsak, bu men qancha ko'p test ishlasam, shuncha rivojlanib boraman, darajam shuncha ko'tarilib boradi. Qancha test ishlagan sonlarim ko'paygan sari darajam ham shu kabi oshib boradi deb o'ylaganman. Lekin bu xatoligini tushunib yetdim. Chunki hozir men bitta sifatli test o'tkazib, qilgan xatolarimni ustida tahlil o'tkazish ko'proq natija olib kelishini tushunib yetdim. Ya'ni albatta to'liq test bajarib bo'lgandan keyin unda qilgan xatolaringizni ko'rib chiqasiz va tahlil qilib chiqasiz. Xato nomer 2. Faqatgina listening bilan chegaralanib qolish. Ya'ni avval testni ishlab chiqasiz, keyin esa transkriptini o'qiysiz. Bu bilan birga transkript va audioni eshitish sizga o'sha testda ishlatilgan gapirilayotgan aksentlarni, aynan qaysi so'zlar qanday aksentda talaffuz qilinayotganligini bilib borasiz. Va bu sizga juda kuchli foydavor bo'lishi mumkin haqiqiy testga kirganingizda. Va bu sizlarga kuchli foydavor vazifasini bajaradi listening parti uchun, chunki juda ko'p hollarda listening boshlangandan keyin "Hello, my name is Gene Brown" deydi va ikkinchi suhbatdoshga o'tgan payti "Oh, you gotta go, bo'lib ketadi. Bu kayfiyatingiz ko'taradigan umiddaman. Uchinchi xatom esa sun'iy intellekt yordamidan foydalanmaganligimda. Ya'ni men sun'iy intellektga listeningni natijalarimni, ishlagan javoblarimni yuklayman va u qilayotgan xatolarimni monitoring qilib boradi. Ya'ni meni bir hafta davomida ishlagan testlarim soni masalan 8 dona bo'lsa, 8 ta testda har bir partida qaytarilayotgan xatoliklarimni va qaysi partida, qaysi mashqlarda qiyinchilikka uchrayotganligimni menga ko'rsatib boradi. Bu juda qulay. Bu sizni vaqtingizni va energiyangizni tejaydi. Chunki siz o'zingizni qilgan xatolaringizni birma-bir ajratib chiqib, ularni analiz qilishingiz uchun, tahlil qilishingiz uchun ko'p vaqt va energiya ketib qolishi mumkin. Balkim hammada ham bu vaqt va energiya bo'lmasligi mumkin. Shuni hisobiga sun'iy intellekt sizga juda yaxshi yordamchi bo'lishi mumkin. Shunday qilib, sizlarga bera oladigan 3 ta maslahatim testlarning soniga emas, sifatiga qarang. Bitta test ishlang va uni xatolari ustida tahlil o'tkazing. Ikkinchisi, transkript o'qishni boshlang. Bu sizga yaxshigina yordam beradi. Uchinchisi esa sun'iy intellektlardan foydalaning. Bu usullar menga hozirda yordam bermoqda. Agar kelajakda yaxshiroq usullarni topadigan bo'lsam, albatta sizlar bilan bo'lishaman. Axir bu kanal mukammallik haqida emas.
bu kanal rivojlanish haqida. Agar siz ham IELTS imtihoniga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsangiz va bu aytib o'tilgan usullardan yaxshiroq usullaringiz bo'lsa, sizlarni kommentariyaga chorlab qolaman. Balkim sizlarning usullaringiz menga va boshqa tengdoshlaringizga ham yordam berishi mumkin. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Chunki har hafta yangi tajribalar, yangi usullar, yangi natijalar bilan ulashib boraman. Men Alisher, bu Project Legacy. Ko'rishguncha